Bu yerda bir kishi so'rabdilarki, sizdan eng baxtli odam kim deb so'ralsa nima deb javob berardingiz? Men eng baxtli odam kim desa, shunday javob berardimki, birinchi tavhidni bilib, islomni bilib, shu bilganiga hech qanday malomatidan qo'rqmasdan amal qila olgan odam deb javob beradi. Inson haqiqatda baxtliki, o'zini fikri bilan hayotda yasholasa. Shu hozirgi hayotdagi ko'p kishilarning qiynalayotganligi iqtisodiy tomondan qiynalmaydi. Ko'p odamlar qiynaladi, o'zi bir narsani haq deb turib, shunga qila olmayotganligiga esilaveradi. To'g'rimi? Hayot, agar odam bir narsani haq deb bilsa, shunga amal qilib yursa, lekin u o'zini nazdidagina haq olmasa, Allohning nazdidagi haqqa amal qilib yura olsa, bu odam juda baxtli odam. Agarchi uni boshida qilich o'ynab turib, chopilishlikka tayyorlab tursa ham unga parvo qilmaydi. Chunki bu ham o'zini fikriga muvofiq ish kelayotganligi. Bu ham Alloh taoloning huzurida shahid bo'lsam, eng misli yo'q darajatni olaman degan narsaga o'zining fikriga muvofiq ish.